Tushda atir ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushida o'zidan xushbo'y hid kelayotganini, o'zi esa aslida olim bo'lsa, ilmidan odamlarga foyda yetishiga dalildir. Agar boy bo'lsa, molidan odamlarga foyda yetkazishiga ishora qiladi. Kirmoniyning aytishicha, tushida o'zida atir borligini ko'rsa, odamlar unga ofarin aytishi va maqtashlariga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi atir 9 narsani bildiradi. Yaxshi maqtovni, yoqimli so'zni, foydali ilmni, yaxshi xulqni, ilm majlisini, saxiy kishini, madaniyatli kishini, pok dinni, yaxshi xabarni. Tushda atir sotuvchisi atir sotuvchilik qilayotganini ko'rsa, odamlar unga rahmat aytishlariga dalildir. Agar odamlarga xushbo'y narsalardan sotayotganini ko'rsa, va'da berishi, biroq va'daga vafo qilmaslikka dalildir. Ismoil Ash'asning aytishicha, tushda atir sotuvchilari bilan do'st va oshno bo'lganini ko'rsa, odamlar unga madhu sano aytishi va nom chiqarishiga dalildir.